Abdulla qahhor, bemor. Sotiboldining xotini og'ir qoldi. Sotiboldi kasalni o'qitdi, bo'lmadi. Tabibga ko'rsatdi. Tabib qon oldi. Betobning ko'zi tinib, boshi aylanadigan bo'lib qoldi. Baxshi o'qidi. Allaqanday bir xotin kelib, tolning xipchini bilan savaladi. Tovuq so'yib qonladi. Bularning hammasi albatta pul bilan bo'ladi. Bunday vaqtlarda yo'g'on cho'ziladi, ingichka uziladi. Shaharda bitta doktorxona bor. Bu doktorxona to'g'risida Sotiboldining bilgani shu. Salqin, tinch parkda daraxtlar ichiga ko'milgan baland va chiroyli oq imorat. Shisha qabzali kulrang eshigida qo'ng'iroq tugmasi bor. Chigit, po'choq va kunjara bilan savdo qiladigan xo'jayini Abdug'aniboy omborda qulab ketgan qoplar ostida qolib o'ladigan bo'lganida bu doktorxonaga bormay simga ketgan edi. Doktorxona deganda Sotiboldining ko'z oldiga izvosh va oq podshoning surati solingan 25 so'mlik pul kelar edi. Bemor og'irlashdi. Sotiboldi xo'jayinining oldiga arzga bordi, ammo bu borishdan muddaosi nima ekanini aniq bilmas edi. Abdug'aniboy uning so'zini eshitib ko'p afsuslandi. Qo'lidan kelsa hozir uning xotinini oyoqqa bostirib berishga tayyor ekanini bildirdi. Keyin so'radi: "Devonai Bahovuddinga hech narsa ko'tardingmi? G'avsul Azamgachi?" Sotiboldi ketdi. Bemorning oldidan jilmaslik va shu bilan birga tirikchilik uchun xonaki bir kasb qilishga majbur bo'ldi. Har xil savatchalar to'qishni o'rgandi. U yerdan kechgacha oftob shuvoqda gavronlar ichiga ko'milib savat to'qiydi. 4 yashar qizchasi qo'liga ro'molcha olib onasining yuzini karaxt, nimjon, xira pashshalardan qo'riydi. Ba'zan qo'lida ro'molcha mukka tushib uxlab qoladi. Hamma yoq jim. Faqat pashsha g'ingillaydi. Bemor inqillaydi. Har zamon yaqin-yiroqdan gadoy tovushi eshitiladi. "Hey do'st, Shaydulla banomi alo, sadaqai raddi balo, baqali rasuli xudo." Bir kechasi bemor juda azob tortdi. U har ingraganda Sotiboldi chakkasiga birov solingan kishiday talvasaga tushar edi. Qo'shnisi bir kampirni chaqirdi. Kampir bemorning to'zigan sochlarini tuzatdi. U yoq bu yog'ini siladi, so'ngra o'tirib yig'ladi. "Begunoh gudakning saharda qilgan duosi ijobat bo'ladi. Uyg'oting qizingizni", dedi. Bola anchagacha uyqu g'ashligi bilan yig'ladi. Keyin otasining g'azabidan, onasining ahvolidan qo'rqib, kampir o'rgatgancha duo o'qidi. "Xudoyo, ayamni daydiga davo begin." Bemor kundan kun battar oxiri o'sal bo'ldi. Ko'ngilga armon bo'lmasin deb chilyosin ham qildirishga to'g'ri keldi. Sotiboldi to'qigan savatchalarni ulgurji oladigan baqqoldan 20 tanga qarz ko'tardi. Chilyosindan bemor tetik chiqqanday bo'ldi. Shu kechasi hatto ko'zini ochib, qizchasini yoniga tortdi va pichirladi: "Xudo qizimning saharlari qilgan duosini dargohiga qabul qildi. Dadasi, endi tuzukman. Qizimni saharlari uyg'otmang." Yana ko'zini yumdi. Shu yumganicha qaytib ochmadi. Saharga borib uzildi. Sotiboldi qizchasini o'lik yonidan olib, boshqa oyoqqa yotqizayotganda qizcha uyg'ondi va ko'zini ochmasdan odatdagicha duo qildi. "Xudoyo, ayamni daydiga davo begin."